Dasturlashni o'rganib, qancha muddatda $1000 oylikka chiqishni bilmoqchimisiz? Hozir buni 1 daqiqa ichida tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, ish topishni 10 barobar tezlashtirilgan yo'li bor. Birinchidan, 10 oy ichida biron bir dasturlash tilini tanlab, uni chuqurroq o'rganing. Misol uchun Java yoki Python. Shunchaki video ko'rmasdan 3 ta real loyiha tayyorlang. Bu bosqichda albatta daromad bo'lmaydi. Bunda faqat bilim yig'asiz. Ikkinchidan, kuchli CV tayyorlab, LinkedIn va Telegram kanallardagi ish vakansiyalariga ariza topshirasiz. Ko'plab rad javobidan keyin nihoyat birinchi junior ishingizni topasiz. Maoshingiz o'rtacha $400-600 atrofida bo'ladi. Uchinchidan, yana 1,5 yillik tinimsiz mehnatdan so'ng, endi siz shunchaki kod yozuvchi dasturchi emas, biznes muammosini yechadigan middle dasturchiga aylanasiz. Ularning o'rtacha maoshi $1,500 atrofida bo'ladi. Lekin rezyume ko'tarib sarson bo'lmaslikning yo'li bor. PDP Akademiyasi karyera markazi sizga professional CV tayyorlash va intervyulardan oson o'tishga yordam beradi. Karyerangizni ishonchli joyda boshlash uchun biodagi havolaga o'ting.